Assalomu alaykum. Keyin tozalaysam boraver. Abdurahmonov uyda xizmatkorlar ham bor ekan. Ha, men-ku roziman. Faqat bitta shartim bor. Qanday shart? Qizim pravasini ololmayapti. Men ko'p radarlarga tushganim uchun mashinamni jarima maydoniga qo'yib qo'yibdi. Kuyov bo'ladi. Uyi bormi? Uyi bor. Starhouse qurishgan baryasidan 3 xonali kvartira berganmiz. Qayerdan? Sergeli hokimiyat orqasidan. Unda to'ydan keyin kuyovim bilan birga yashar ekanman-da. 2026 oxirida bitadi faqat. Ha endi bu bo'lajak kelinni ko'rsak bo'ladimi? Voy, hozir men bu yerda artib ketgan qizim bo'ladi. Qizim, qaravor. Assalomu alaykum. Labbay. O'rta boshliq, rostdan shu qizmi? Internetda rasm boshqacha edi. Yoshlar baxtli bo'lsin. Ilohi omin. To'yga tayyorgarlik ko'ringlar. Omin. Nima bo'ldi? Bir gap bo'lar. Ko'p qoldinglarmi? Sovchilar kelish kerak. Ha, hozir opajon. Qizim salom bo'la qol. Abdurahmon, to'g'ri bilan dars qolib ketibdi-ku. Ichida hech balasi yo'q edi, o'zim sizga yangi tog'ora bilan dasturxon beraman. Qochaylik tezroq. Yar yar yarane, to'ylar bo'lsin,